Assalomu alaykum. Ashaddiy tez bozor kanalining kuzatuvchilari. Men bugun sizlarga ajoyib bir skitka narxlarda ustalarimiz ishlashyapti. Shularni bir obzor qilib beraman. Manzilimiz Rishton tumani Yoyilma qishlog'i. Sentrdan Bag'dan sentr o'ngga burilib tepaga yurganda chap qo'lda ustaxonamiz joylashgan. Xo'p, mashinalar o'chirda turibdi, qaranglar. 30%, 30% skitkada ketyapti ekan. Bemalol mashinalar olib kelaverasizlar. Bu yerda motoris, elektrik xizmatlari bor ekan. Mana usta akamiz, kuzovchilar ham bor ekan. Usta aka, hormang endi. Usta aka, nima ish qilyapsiz bunga? Tormozga orqa rabot silindr qo'yilyapti aka. Rushnoy regrovkalar, tormoz ishlari bo'lyapti ekan mana. Xo'p. Bag'ni ham qilasizmi usta? Bu tarafi ham bo'lar ekan hozir. Mana bag'da kuzov ishlari ham ketyapti. Mana bag'da elektriklarimiz, motorislarimiz. Hormang. Xo'p, ustaxonaga kelaverasizlar. Shunaqa bo'y xizmatda ishlaringni o'sha skitka narxlarda qilib berishadi. Ustalarimiz tajribali ustalar. Toshkentdan kelishgan. Toshkentda xizmat ko'rsatishgan ustalarimiz. Bag'da ichkarida ham ishlar ketyapti. Siqqina pechkalarni qo'yishib olib, ustalarimiz olishyapti. Usta, nima ish qilyapsiz? Shumka aka. Shumka xizmatlari ham bormi? Xizmatlari ham. Polirovka, shumka xizmatlar, vakuum, beskraska, vakuum xizmatlari ham bor ekan. Bemalol olib kelaverasizlar. Ustaxonamiz yangi ochildi. Bir kelib ko'rsalaring, qaytib yana keladigan bo'lib qolasizlar. To'g'ri ma'noda, lekin yaxshi ustalarimiz. Hop, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Adresni yana bir bor aytib o'taman. Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'i. Sentrda Bahodirjon akamizning ustaxonasi. Bisalaring bo'y odam ko'rsatib yuboradi.